O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi raisi vazifasini bajaruvchi Shuhrat Orovga beradi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman ishtirokchilari, hurmatli Qudratilla Mirsolitovich, qadrli xonimlar va janoblar. Mubolag'asiz aytish mumkinki, kasaba uyushmalari nashrlari transformatsiya sharoitida konvergensiya sari yo'l mavzusida o'tkazilayotgan bugungi xalqaro ilmiy amaliy konferensiya hurmatli prezidentimiz rahbarligida amalga oshirilayotgan ochiqlik siyosatining amaliy mahsulidir. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ochiqlik va raqamli transformatsiya siyosati kasaba uyushmalari nashrlari uchun ham yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Bu imkoniyatlardan samarali foydalanish esa zamonaviy yondashuv, innovatsion fikrlash va xalqaro hamkorlikni talab qiladi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi nashri bo'lgan ishonch gazetasidagi konvergensiya jarayonlari shu yo'nalishdagi muhim qadamlardan biridir. Bu tajriba milliy mediamizning yangi bosqichga chiqishiga xizmat qiladi. Bundan foydalanib, O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi nomidan va sohada faoliyat ko'rsatayotgan minglab jurnalistlar nomidan Ishonch gazetasi tahririyatini 35 yillik bayrami bilan tabriklaymiz va tahririyatning kelgusi faoliyatiga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat.